Hisoblaychi, bobom uylantirmoqchiman. Bobongizni uylantirmoqchisiz? Aha. Yo'q, bobongiz necha yoshdalar? 69. Yo'q, Ha. Ertalab turib qarasam, oyoq kiyimim ichiga sabzi tiqib qo'yibdilar. Bobojon yosh o'tgan Qayerga tiqib qo'yibdilar sabizni? oyoq kiyimimga, oyoq kiyim. Ha, oyoq kiyimingizgami? Ko'ngil yosh, baribir nima deysiz? Yo'q, realni aytyapsizmi? Uylantirmoqchiman deb. O'zi niyat bor edi, bobojon o'ziga aytolmay yurgandim. Qarasam o'zlarini ham qilishni boshladi. Gap yo'q, lekin. Xo'p, 585 Pro ikkalasi ham. Aha. Xo'p, 110.33. Bugungi kunda 900 ming so'mdan 585 olmamizda 99 million 297 ming bo'lyapti, aka. Lekin qoyilman, qiz topdinglarmi shunda? Keling, ha, pulni xalq qilsam bo'ldi. Bobojonni hurmat tek 100 million qilib berasiz. Lekin aka bunaqa bo'lmayapti-da, chiqmayapti-da, aka. 99 chiqib O'zim qolsa. to'yda chaqiraman, mehmon qilaman o'zim sizni. Xo'p, faqat пригласительный olib kelsangiz, Bo'ldi. to'yingizga chaqirsangiz, Gap yo'q. bo'ldi, gap yo'q, qo'shib beraman. Bo'ldi, hozir pulni sanab beraman. Rovna 100 millionga kelishdik. Yangi pochkadan aka, 1 2 3 4 5 bankskiy pullar aka. Hammasi ichida to'g'ri aka. Mana 1 2 3 4 5 100 million rovna. Aka, rozi bo'ling. Rahmat kattakon. Sog' bo'linglar, charchamanglar, ishlarga rivoj. Albatta chaqiraman to'yga. Bo'ldi. Aka, esdan chiqmasin, chaqiring, boraman lekin. Xo'p, bo'ldi.